Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 7-dan 10 aprelgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbiy yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 15-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 7-dan 10 aprelgacha 6-11 daraja iliq. Kunduz kunlari 12-18 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Hududlarda 15-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq. Kunduz kunlari 13-19 daraja iliq atrofida bo'ladi. Hafta o'rtalarida harorat biroz pasayadi. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq ehtimoli bor. Shamol g'arbiy yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq vaqtida 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 6-10 daraja iliq. Kunduz kunlari 10-16 daraja atrofida iliq bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida havo vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda momaqaldiroq bo'ladi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim hududlarda 15-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 7-11 daraja iliq. Kunduz kunlari 11-12 daraja atrofida iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ayrim tog'olli hududlarda momaqaldiroq ehtimoli bor. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 15-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq. Kunduz kunlari 14-20 daraja atrofida iliq bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 15-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq. Kunduz kunlari 12-18 daraja atrofida iliq bo'ladi. O'zingiz asrang, xayr, salomat bo'ling.